Sizlarda men Jo'xa va qishloqqa men Jo'xani yangi videosidasizlar. Yoki obuna bo'lsanglar, videoni boshlaymiz biz. Qishloqqa qalaysan? Jo'xa yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Jo'xani qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Unda videoni boshladik. Unday bo'lsa video boshladik, like va obunani bosib kuzatib o'tiringlar. Подписка bosib qo'ying. Unday bo'lsa biz bugungi yangi uyimni obzor qilib chiqamiz. Birinchi magazindan boshladik va uning uyini ham obzor qilamiz. Qishloqqa sen qochib tur. Videoda xalaqit bermaysan. Bu bitta xona va ikkinchi etajga ketamiz. Ikkinchi etajda mana chiroyli yotoqxonamiz va pechkamiz ham bor. Bu yerda kutubxona ham bor. Kitoblarni o'qisak bo'ladi. Juda ham chiroyli. Va 3-etajga o'tamiz. 3-etaj esa mehmonxona. Mazza qilib manzarada o'tiramiz. O'tirsa bo'ladi. Hamma yoqni tomosha qilib, juda ham chiroyli bo'lgan. Hozir endi biz magazinda obzor qilamiz. Magazinga o'taylik, xo'sh, eshik ochamiz. Va magazinga o'tamiz. Magazinda kirishimiz bilan bizni nima kutib oladi? Narsalar kutib oladi. Bu yoqlarda ham bor, devorlarda ham. Hamma narsa bor. Bu yoqlarda ovqatlar bor. Bu yoqlarda ham bor. Bu yoqlarda ham hamma joyda narsalar to'la. Bu yoq esa kassa joyi. Juda ham chiroyli magazinimiz ham. Magazinda magazin va uyga 1dan 10gacha baho beringlar. Chiroyli chiqibdimi yoki xunukmi? 1dan 10gacha baho berib qo'yasizlar. Qishloqni uyi hamma yerda, buni uyini ham obzor qilamiz. Qishloqqa uyga kirsam maylimi? Kiraver. Unday bo'lsa kiramiz. Kirishi bilan qishloqni yerda o'zim kitob o'qiydi bu yerda. Bu yerda yotoqxonasi, bu yoqda yana kutubxona, bu yoq pechkalar bor, verstak va sandiqlar bor. Bu yoqlarda chiroylar va ikkinchi etaji ham bor, balkoni bor. Ikkinchi etajga chiqamiz va chiroyli manzara kutib oladi bizni. Bu yerda ham chiroyli manzarada choy ichib o'tirsang bo'ladi. O'shinda kechasi mazza yetadi va bizning qishlog'imiz bu. Qishloqning uyiga ham 1dan 10gacha baho berib qo'yasizlar. Qishloqniki zo'rmi yoki meni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yozib qoldiringlar. Unday bo'lsa biz kassada magazinimizda jinday o'tiramiz. Qishloqqa sen meni magazinimdan bir narsa sotib olmoqchi bo'ldingmi? Kelaver, men magazinda bo'lib turaman. Bu yoqqa tashlaymiz va magazinni ochib qo'yamiz. Qishloqqa keldingmi? Keldi. Nima olasan? Menga lapanki kerak. Hamma narsani olib bu sandiqqa sol. Tamam. Sandiqda ham bor, sandiqda nima olsang ham bo'ladi. Yo'q bo'lsa nimadan ol.
devorlardan ham olsang bo'ladi. Qancha bo'ladi? Onga solib ko'r, nima narsa olganingni. Ha, bumi? Ha, bu kuchligini olsan, 10 stak tilla bo'ladi. Olma va nima? Bir stak, 10 bitta tilladan 2 ta tilla bo'ladi. U 12 tilla bo'ladi вообще. Zumrad bersang ham bo'ladi. Bo'ldi. Olaver. Bo'pti, Jo'xar kelganga kiraman. Bo'pti. Senga nima ish qilasan? Men qoralashib qo'yaymi? Ha, mayli. Yaxshi bo'ladimi? Hozir magazini qo'yamiz. Nima qilamiz? Shu yoqqa yo'lak qilaman, polis qilaman. Ketdik. Qishloqqina tomog'i og'rib qolgan, ovozi o'zgarib qolgan. Boshqa narsalaring ham bormi polizga? Men tayyorgarlik ko'rib turaveraymi? Esimdan chiqib qolibdi. Yur, olib kelamiz. Ha, bo'pti. Bo'la qol tezroq. Mana buni ham buzish kerak ekan. O'zim ham narsalarni olay. Mana bu yerdan kiyim olamiz va mana buni olaman. Devorlarda ham bor ekan-ku. Mana tillasidan olaman men. Magazinimda shahardan ko'p narsa o'g'irlab kelganman. Ko'p narsa bor. E'tibor bermaysizlar, bu kuchli tilladan yasalgan deb. Bu o'ta bir joylardan olib kelganman, buni uzoqlardan. Unday bo'lsa ish kiyimimizni kiyib olamiz. Yarashibdimi qishloqqa? Ha, yarashibdi. Unda uxlab ertaroq qilamiz ishimizni. Ketam tushib qolibdi. Ha, mayli. Olmasam men magazinda ham uxlab Pulni to'lab qo'ymi? Ha, kassaga solib qo'yaver. Nima olyapsan? Kassaga hali joyiga qo'yaver, kassaga qo'ychi, ko'ralik hisoblaymiz. Ikkalasi nima? Yana bitta sotib olasanmi? Ikkalasini olasan. Ertalab davom ettiramiz. Unday bo'lsa men zavtraka go'sht yeyman men. Mol go'shtidan yeymiz. Hozir yo'q xabarama. Ketdi.
ishimni olib, ishimni davom ettirganman. Ikkinchi etajga chiqaman. Axir menga ham o'zimga qilishim kerak edi. O'zimga bir ishlik qilib, mana bu yerga qilaman. Qishloqqa chaqirguncha men ashuna qilaman, zavtrak bo'laman. Zavtrak qilamiz, zavtrakni ham qilib oldim. Endi esa ketdik. Netda men davom ettirganim kerak. Asboblarni ham oltiraman. Magazinda bor ekan. Qishloqqa qalaysan, yaxshi chiqdingmi? Kechayu narsalarni qolib ketgan ekan aytgancha. Olasanmi ularni? Olsang. Aytgancha qishloqqa nima qilamiz? Polis qilamiz deding-a? Mayli. Hamma narsani oldingmi? Ha, akasi hisob qo'ydi. Pulni esa to'laydi. Bularni budoy va kartoshka, savza. Mayli, sen bularga uchalasiga bu lapakini sotib olmasang, uchalasiga 10 stak beraver. 10 dona. 10 dona to'la. Tomog'im buzib qolyapti meni. Kecha sovuq suv ichib qo'ygan ekanman. Hamma ishlarni boshlanaman. Mayli, hozir men ham boraman senga. Jassam ham ko'payib qoldi. Bir magazinda narsalarni ham to'g'ri qo'yish kerak. Keyin zakaz qilamiz dastlabki. Qishloqqa oldiga borayinchi men. Nimalar qilaverdi ekan. Qayerga qilamiz? Qishloqqa. Uzoqroqqa qilamiz-da. Merga bo'ladi. Bo'lmasa taxtalarni qo'yaver, yo'layni qilib turaman. Taxtalarni sen olib keldingmi? Yo'q. Taxta ham olmaysanmi? Hozir do'konga kirib olib chiqaman. Tezroq bo'l. Bo'pti. Kalti hali joyda bilasan o'zing. Bilaman. Tezroq bo'l. Pulni o'zing bilib qo'yib chiqarasan. Digitallar hali men magazin ochganimni ham bilishgan yo'q. Digitallarga ham aytishim kerak. Ko'rishayotgandir, hayron bo'lishayotgandir, digitallarga ham aytishim kerak. Men xabar berib kelayin. Sen atrofini qanchalik bo'lganini ayt. Mana bu yerda bir digital yuribdi, shunga borib aytamiz. Voy digital. Jo'xa qilasan. Qayoqqa shoshyapsan? Meni ishim bor. Nima deysan? Men shoshyapman, tezroq gapir. Men u yoqqa uy qurdim yangi va magazin ochdim. Siz arlosa kela olasan. Mayli, ko'rdim. Kim ochibdi ekan dedi. Mayli. Kelaman, senga narsa olgani kelaman. Mayli. Men bugun ochmayman magazinni, ertadan boshlab ochaman. Mayli, hozir menga ishtasiz ayrilmas, ertalab ishni boshlashim kerak. Narsalar olishim kerak edi-da. Mayli. Qolgan jitallarga ham o'zing aytib qo'yasan, Mayli, Jo'xa. Jo'xani yangi do'koni deb e'lon beraman hozir borib. Mayli. Mayli, jita. Ketdik endi. Qishloqni
огородini. Qishloqqa огородing buncha katta. Ha, o'ti yetmay qoldi. Hozir tinchib kelaman. Ha, mayli olib kelaver. Buncha katta огородni qanday qilib chiqamiz? U 35-qishloqqa ham borish kerak. Mer u yoqda edi, bu yoqda mer ham ketib qolgan. Nagi merni oldiga. Tezroq bo'l. Olib keldingmi qishloqqa nihoyat? Ha, olib keldim. Sen qilaver. Menga loylarini tashlab ber. Men loyni qilib ketmon olib kelishim kerak. Ketmon chopish kerak. Ha, bo'pti, mayli. Ke. Bu loy bo'lmaydi. Bo'ladi. Buni ham chopsa bo'ladi. Suvni tashib chiqishimiz kerak. Suv men nimamda nima bor? Magazinimda bor. Men magazinimda bor baqirlar. Ashlarni olib, u orqa tarafdagi ko'lmakka borib suvlarni olib kelsak ham bo'ladi. Jo'ra, tasirlarni qo'yaver, men tashib turaman. Suvni keyin tashiverasan. Sen ketmonni olib kelgin, tag'in chopib ekaver narsalaringni. Ha, mayli, xo'p, hozir olib kelaman. Suvni keyin ham qo'yasan, videomiz ham cho'zilib ketyapti. Qishloqqa ham bugun ham kech kelyapti. Qishloq ham hali bunga kelmaydi. Qishloqqa ham esar odamda. Hech qolmasin. Kelyapti. Voy, halakat bo'ldi. Kenja do'stlar, sizlarga obuna bo'linglar. Video yoqdi. Meni videomni ikkalasini. Ketmon olib keldingmi? Sen chopib buğday bor. Buğday 7 dona urug'i bor. Men hozir tashib beraman. Shochqa yo'qol. Sen urug' tashlading. Hammani. Bu qatorga nima yeyapsan o'zi? Suv ham olib keldingmi? Ha, bittasini olib keldim. Mayli, tezroq chopib kel, bu yoqlarni ham. Kechasi ham tushib qoldi. Ertalab davom ettiramiz. Hozir to'xtataylik. Nima bo'lsa do'stlar, biz ertalab davom ettiramiz buni qolganini. Sizlar like bilan bosinglar, kommentariylarga qo'yinglar. Azotingiz yaxshi bo'lyaptimi yo bo'lmayaptimi? Qishloqqa ham o'zgarib qolgan. Oxirgi paytda o'zgarib ketdi. Hammaga xayr, keyingi videolarda kutganimcha ko'rsataman. Mana qiziq narsalar